Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda og'ir, lekin har bir oilaga tegishli bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Qarz sabab qariyalarni uydan chiqarib yuborish holatlari. Bu masala faqat qarz olgan odamga emas. Uning ota-onasiga, farzandlariga, merosxo'rlariga, kafillarga, hatto bir uyda ro'yxatda turgan qarindoshlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'rish juda muhim. Agar sizning oilangizda kredit, mikroqarz, kafillik, garov, ipoteka, kommunal qarz, aliment yoki sud qarori bilan undirilayotgan qarz bo'lsa, hoziroq e'tibor bilan tinglang. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar odamlarni katta xatolardan, uysiz qolish xavfidan va firibgarlarning tuzog'idan saqlab qoladi. Avvallar odamlar qarz masalasini ko'pincha oddiy tushunardi. Qarz oldim, topganimda beraman, uyim o'zimniki. Hech kim tegmaydi, men pensionerman. Menga hech narsa qila olmaydi. Farzandim olgan qarz uchun men javob bermayman. Lekin bugungi kunda kredit tizimi, ijro ishlari, garov shartnomalari, onlayn qarzlar va sud orqali undirish tartiblari ancha faol ishlayapti. Banklar, mikromoliya tashkilotlari, xususiy qarz beruvchilar, kommunal xizmatlar yoki boshqa kreditorlar o'z pulini undirish uchun sudga murojaat qilmoqda. Sud qarori chiqqach esa majburiy ijro byurosi orqali undirish jarayoni boshlanmoqda. Eng katta muammo shundaki, ko'p odamlar hujjatga imzo qo'yayotganda uning oqibatini tushunmaydi. Masalan, keksa ota-ona farzandi kredit olish uchun faqat yordam bo'lsin deb kafilga imzo qo'yadi yoki uy garovga qo'yiladi. Lekin oila baribir biz shu uyda yashaymiz, hech kim chiqara olmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa garovga qo'yilgan uy qarz qaytarilmasa sotuvga chiqarilishi mumkin. Sud qarori bo'lsa, ijro hujjati asosida qarzdorning mol-mulki xatlov qilinadi. Hisob varaqlari bloklanadi. Maosh yoki pensiyasidan ushlab qo'linadi. Ayrim hollarda esa ko'chmas mulk savdoga qo'yiladi. Lekin bu yerda muhim narsani aniq aytaman. Hech kim o'zboshimchalik bilan, faqat og'zaki gap bilan, qo'rqitish bilan ertaga kelib chiqaramiz deb odamni uydan haydab yuborishga haqli emas. Uy masalasi sud qarori, ijro hujjati, mulk huquqi va garov shartnomasi asosida ko'riladi. Agar sizga kimdir telefon qilib qarzing bor, uyingni bo'shat desa, bu hali qonuniy chiqarib yuborish degani emas. Har bir qadam hujjat bilan bo'lishi kerak. Birinchi navbatda qarzning turi muhim. Oddiy qarz bormi? Bank krediti bormi? Mikroqarz bormi? Ipoteka bormi? Garov shartnomasi bormi? Kafillik bormi? Sud qarori bormi? Ijro ishi ochilganmi? Bularning har biri alohida oqibatga ega. Agar odam oddiy iste'mol krediti olgan bo'lsa, bank avval qarzni talab qiladi, keyin sudga murojaat qiladi. Sud qarori chiqqandan keyin ijroga yuboriladi. Ijro organi qarzdorning rasmiy daromadini, bank kartalarini, avtomobilini, ko'chmas mulkini tekshiradi. Agar qarzdorning uy joyi bo'lsa, vaziyat alohida o'rganiladi. Lekin uy qarz uchun avtomatik ravishda ertasi kuni olib qo'yilmaydi. Bu jarayon bosqichma-bosqich hujjatlar asosida bo'ladi. Agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, xavf ancha yuqori. Chunki garov shartnomasi degani qarz qaytarilmasa, aynan shu mulk hisobidan qarz undirilishi mumkin degani. Masalan, bir oila 200 million so'm kredit oladi. Kreditni o'g'li biznes uchun oladi, lekin ota-onaning uyi garovga qo'yiladi. Dastlab 6 oy to'lov yaxshi ketadi. Keyin biznes yurishmaydi, qarz kechikadi. Bank ogohlantiradi, penya qo'shiladi. Qarz 200 milliondan 245 millionga chiqadi. Keyin sud bo'ladi. Sud garovdagi uyni sotish orqali qarzni undirish haqida qaror chiqarsa, bu uy savdoga qo'yilishi mumkin. Bu holatda ota-ona biz qariyamiz, bu uyda 30 yildan beri yashaymiz desa ham, garov shartnomasi katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Farzand uchun uy garovga qo'yish eng xavfli qarorlardan biri. Kafillik ham oddiy narsa emas. Ko'pchilik men faqat kafillik qildim, qarzni olgan odam to'laydi deb o'ylaydi. Yo'q, kafil ham qarz uchun javobgar bo'lishi mumkin. Agar asosiy qarzdor to'lamasa, kreditor kafildan talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Masalan, nabira 20 million so'm mikroqarz oladi. Bu esa kafil bo'ladi. Nabira ishlash uchun boshqa viloyatga ketadi, to'lovni to'xtatadi. Sud qarori chiqsa, buvining pensiya kartasidan ushlab qolish boshlanishi mumkin. Agar buvining nomida boshqa mulk bo'lsa, ijro organi uni ham ko'rib chiqishi mumkin. Shuning uchun kafil bo'lishdan oldin men bu qarzni o'zim to'lashga tayyormanmi deb savol berish kerak. Eng ko'p xavf ostida bo'lganlar, uyini garovga qo'yganlar, qarindoshi uchun kafil bo'lganlar, sud qarorini e'tiborsiz qoldirganlar. Ijro varaqasi kelganda yashirinib yurganlar, foiz va penya o'sayotganini tushunmaganlar.
Ayniqsa qariyalar ko'pincha farzandlariga ishonib hujjatga imzo qo'yadi. Ona faqat formalnos, sizga hech narsa bo'lmaydi. Ota, 3 oyda yopib tashlayman. Uy garovda tursa ham hech kim tegmaydi degan gaplar ko'p eshitiladi. Lekin hujjat imzolangandan keyin og'zaki va'daning kuchi qolmaydi. Asosiy narsa shartnoma bo'ladi. Yana bir xavfli holat, uy bir kishining nomida, lekin unda butun oila yashaydi. Masalan, uy otaning nomida, o'g'il qarz olgan, ota esa uyini garovga qo'ygan, uyda ona, kelin, nevaralar ham yashaydi. Qarz to'lanmasa, kreditor uchun bu uy garov mulki hisoblanadi. Uyda kimlar yashashi, ularning ro'yxatda turishi masalani murakkablashtiradi. Lekin garov huquqini bekor qilib yubormaydi. Shuning uchun uyda bolalar bor, qariyalar bor. Demak hech narsa bo'lmaydi deb ishonib qolish juda xavfli. Agar siz hech qanday kredit olmagan bo'lsangiz, hech kimga kafil bo'lmagan bo'lsangiz, uyingizni garovga qo'ymagan bo'lsangiz, sud qarori sizga nisbatan chiqmagan bo'lsa, faqat qarindoshingiz qarz olgani uchun sizning uyingizni olib qo'yishlari mumkin emas. Masalan, o'g'lingiz sizdan alohida kredit olgan, siz kafil emassiz, uyingiz garovda emas, kredit shartnomasida sizning imzoingiz yo'q. Bu holatda kreditor sizning mulkingizni qarz uchun talab qila olmaydi. Lekin amalda ayrim undiruvchilar yoki qarz beruvchilar ota-onani bosim ostiga olishga harakat qiladi. O'g'lingiz to'lamasa, uyingizga kelamiz, mahallaga aytamiz, sharmanda qilamiz. Bunday gaplar qonuniy talab emas, psixologik bosim bo'lishi mumkin. Agar qarz olgan odam vafot etgan bo'lsa, meros masalasi alohida ko'riladi. Merosxo'rlar merosni qabul qilsa, odatda meros doirasida qarz majburiyatlari ham ko'riladi. Masalan, otadan 1 million so'mlik uy va 4 million so'm qarz qolgan bo'lsa, merosxo'rlar merosni qabul qilganda qarz masalasi ham chiqishi mumkin. Lekin merosxo'rlar o'z shaxsiy mulki bilan cheksiz javob beradi degan xulosani darhol qilish noto'g'ri. Bu holatda huquqshunos bilan aniq hujjatlarni ko'rish kerak. Eng muhimi, merosni qabul qilishdan oldin qarzlar bor yo'qligini tekshirish lozim. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi pensioner ota-ona o'g'lining savdo do'koni ochish uchun uyini garovga qo'yadi. Kredit summasi 300 million so'm. Birinchi yil hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin tovar aylanishi pasayadi, ijara qimmatlashadi, o'g'il to'lovni to'xtatadi. Bank bir necha marta ogohlantiradi. Oila esa bank baribir kutadi deb yuradi. Natijada qarz penya va foizlar bilan 360 million so'mga yetadi. Sudga da'vo kiritiladi. Ota-onalar sud majlisiga bormaydi, chunki baribir bizni chiqarishmaydi deb o'ylaydi. Sud qarori chiqadi, keyin ijro boshlanadi. Eng katta xato sudgacha muzokara qilmaslik, sudga bormaslik, restrukturizatsiya so'ramaslik, garov xavfini tushunmaslik. Ikkinchi misol, Samarqandda bir ayol nabirasiga 25 million so'm mikroqarz olishda kafil bo'ladi. Nabira qarzni vaqtida to'lamaydi. 25 million qarz jarima va foizlar bilan 35 millionga chiqadi. Ayolning pensiya kartasidan ma'lum miqdorda ushlab qolish boshlanadi. Ayol men pulni olmaganman-ku deb hayron bo'ladi. Lekin u kafil sifatida imzo qo'ygan. Bu yerda uydan chiqarish masalasi yo'q, lekin pensionerning daromadiga ta'sir bor. Kafillik shunchaki guvoh bo'lish emas, moliyaviy javobgarlik ekanini ko'rishimiz mumkin. Uchinchi misol. Buxoroda bir oilaning kommunal xizmatlardan, soliqdan va boshqa majburiy to'lovlardan qarzi yig'ilib qolgan. Ular bir necha yil davomida xabarlarni e'tiborsiz qoldirgan. Keyin ijro ishi ochilgan, bank kartalari bloklangan, avtomobilga taqiq qo'yilgan. Bu holatda uy darhol sotilmagan, lekin qarzlarni e'tiborsiz qoldirish oxirida mol mulkka cheklovlar qo'yilishiga olib kelgan. Shuning uchun kichik qarz ham vaqtida hal qilinmasa katta muammoga aylanadi. To'rtinchi misol. Bir qariya qarindoshidan notarial tilxat asosida 1 million so'm qarz oladi va qarzni muddatda qaytarmaydi. Qarz beruvchi sudga murojaat qiladi. Sud qarori chiqqach, ijro harakati boshlanadi. Qariyaning nomida bitta uy, bitta eski avtomobil va pensiya bor. Bunday holatda ijro organi avval hisobvaraqlar, daromad, transport, boshqa mulklarni tekshiradi. Har bir ishda qarz miqdori, mulk holati, uy garovdami yoki yo'qmi, boshqa egalar bormi, hammasi ahamiyatli. Demak, qarz bor ekan, albatta uy ketadi deyish ham noto'g'ri. Qarz bor, lekin hech narsa bo'lmaydi deyish ham noto'g'ri. Eng muhim nozik nuqta, garovdagi uy bilan garovda bo'lmagan uy o'rtasida katta farq bor. Agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, kreditorning huquqi kuchliroq bo'ladi. Agar uy garovda bo'lmasa, undirish umumiy tartibda ko'riladi va qarzdorning boshqa mol mulklari, daromadlari, qarz miqdori ham hisobga olinadi. Shuning uchun har bir kishi birinchi navbatda kadastr hujjati, garov shartnomasi, kredit shartnomasi
Sud qarori bor yo'qligini tekshirish kerak. Ikkinchi nozik nuqta ro'yxatda turish mulkdorlik degani emas. Ko'p odamlar men shu uyda propiskadaman, demak mening ulushim bor deb o'ylaydi. Aslida ro'yxatda turish yashash manzili bilan bog'liq mulk ulushi esa kadastr va huquqni tasdiqlovchi hujjatlar bilan belgilanadi. Agar qariya uy egasi bo'lmasa, faqat ro'yxatda turgan bo'lsa, uning huquqi boshqa tartibda himoya qilinadi, lekin u mulkdor sifatida qaror qabul qila olmaydi. Agar qariya mulkdor bo'lsa, uning imzosi, roziligi, garovga qo'yishdagi ishtiroki juda muhim. Uchinchi nozik nuqta sudga bormaslik katta xato. Ko'pchilik sud qog'ozi kelsa qo'rqib ochmaydi yoki bormasam ish to'xtaydi deb o'ylaydi. Aksincha, siz bormasangiz ham ish ko'rilishi mumkin. Siz sudda qarz miqdorini kamaytirish, penya haddan tashqari oshgan bo'lsa e'tiroz bildirish, to'lov jadvali taklif qilish, garov bo'yicha shartlarni tekshirish, hujjatdagi xatolarni ko'rsatish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. Men doim tavsiya qilaman. Sud chaqiruvi keldimi? Albatta boring yoki vakil yuboring. 4-chi nozik nuqta undiruvchilar va kollektorlar bilan muomala. Qarz talab qilish qonuniy bo'lishi mumkin, lekin haqorat qilish, qo'rqitish, kechasi telefon qilish, qo'shnilarga sharmanda qilish, uyingga bostirib kiramiz deyish, qariyalarni ruhiy bosimga olish mumkin emas. Agar shunday holat bo'lsa, telefon yozuvlarini saqlang, SMS-larni o'chirmang, guvohlarni yozib qo'ying, tegishli organlarga murojaat qiling. Qonuniy qarzni tan olish boshqa, noqonuniy bosimga chidash boshqa. 5-chi nozik nuqta firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Qarzga botgan oilalarga ba'zida men bankdagi odamni taniyman, ijroni yopib beraman, uyingizni vaqtincha mening nomimga o'tkazing, keyin qaytaraman deganlar chiqadi. Bu juda xavfli. Ayniqsa qariyalar ishonuvchan bo'ladi. Uy yoki ulushni boshqa odam nomiga o'tkazish, ishonchnoma berish. Notariusda o'qimasdan imzo qo'yish keyinchalik qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. Tushunmasangiz mustaqil yuristga ko'rsating. Birinchi qadam barcha hujjatlarni yig'ing. Kredit shartnomasi, garov shartnomasi, kafillik shartnomasi, notarial tilxat, sud qarori, ijro varaqasi, MIBdan kelgan xat, bankdan kelgan ogohlantirish, to'lov kvitantsiyalari, pensiya ma'lumotnomasi, kadastr hujjati. Uyga egalik hujjatlari hammasini bir papkaga joylang. Hujjat bo'lmasa, bankdan, suddan, notariusdan, ijro organidan nusxa so'rang. Ikkinchi qadam qarz miqdorini aniqlang. Asosiy qarz qancha, foiz qancha, penya qancha. Davlat boji yoki ijro yig'imi qancha alohida yozib chiqing. Ba'zan odam 2 million qarzim bor deb yuradi. Hujjatda 2 million bo'ladi. Yoki aksincha kreditor ortiqcha hisoblagan bo'lishi mumkin. Raqamlarni bilmasdan muzokara qilib bo'lmaydi. 3-qadam uy garovdami yoki yo'qmi tekshiring. Kadastr hujjatlarida, garov shartnomasida, bank hujjatlarida bu ko'rinadi. Agar garov bo'lsa, qachon tuzilgan, kim imzo qo'ygan? Notarial tasdiqlanganmi? Barcha mulkdorlar rozi bo'lganmi? Uyda voyaga yetmaganlar ulushi bormi? Bularni tekshirish kerak. Bu masalalar ishning taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. 4-qadam. Bank yoki kreditor bilan yozma muzokara qiling. Og'zaki gap yetarli emas. Ariza yozing. Men qarzni tan olaman, lekin hozir to'liq to'lash imkonim yo'q. To'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishni. Restrukturizatsiya qilishni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshiring. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va muhr oldiring yoki pochta orqali yuborsangiz kvitantsiyani saqlang. 5-qadam sud bo'lsa, faol ishtirok eting. Sudga e'tiroz yozing. Qarz hisob kitobini so'rang. Penya haddan tashqari katta bo'lsa, kamaytirishni so'rang. To'lov imkoniyatingizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eting. Agar pensioner bo'lsangiz, pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma oling. Agar kasallik bo'lsa, tibbiy hujjatlarni qo'shing. Agar uy yagona yashash joyingiz bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlang. Albatta, bu avtomatik himoya degani emas. Lekin sud holatni to'liq ko'rishi uchun kerak. 6-qadam, ijro ishi ochilgan bo'lsa, ijrochidan qochmang. MIBga boring. Ijro hujjati nusxasini oling. Qarz miqdorini aniqlang. Ixtiyoriy to'lash muddati va imkoniyatlarini so'rang. Agar birdaniga to'lay olmasangiz, bo'lib to'lash yoki ijro harakatlarini ma'lum tartibda amalga oshirish bo'yicha ariza bering. Ijrochini dushman deb emas, hujjat asosida ishlaydigan mansabdor sifatida ko'ring. Siz hujjat bilan murojaat qilsangiz, keyin shikoyat qilish ham oson bo'ladi. 7-qadam noqonuniy bosim bo'lsa, dalil yig'ing. Telefon qo'ng'iroqlari, SMS, ovozli xabarlar, eshik oldiga kelib qo'rqitish holatlari. Qo'shnilarga gap tarqatish, bularning barchasini qayd qiling.
Agar odamlar uyga bostirib kirishga urinsa, darhol ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Sud qarorisiz, ijro tartibisiz. Qonuniy vakolatsiz hech kim sizni kuch bilan chiqarishga haqli emas. 8-qadam bepul yoki arzon huquqiy yordam izlang. Mahalla, tuman adliya bo'limi, advokatlar, yuridik klinikalar, notarius maslahatlari. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha tashkilotlar bular orqali yo'l topish mumkin. Eng muhimi, uyat bo'ladi deb yashirmang. Qarz muammosi yashirilsa kattalashadi, vaqtida ko'rilsa yechim topiladi. Men qariyalarga alohida murojaat qilaman. Farzandingizni yaxshi ko'rishingiz tabiiy. Unga yordam berishni xohlaysiz. Lekin uyingizni garovga qo'yish, kafillik berish, ishonchnoma berish, ulushingizdan voz kechish kabi qarorlar faqat mehr bilan emas, aql bilan ham qilinadi. Farzandingiz yaxshi niyatda bo'lishi mumkin, lekin hayotda kasallik, ishsizlik, biznesning yurishmasligi, firibgarlik, sheriklarning aldashi kabi holatlar bor. Natijada qarz sizning boshingizga tushib qolishi mumkin. Farzandlarga ham aytaman, ota-onangizning uyini xavf ostiga qo'ymang. Kredit olishdan oldin eng yomon ssenariyni hisoblang. Agar daromadingiz 5 million so'm bo'lsa, har oy 4 million so'm kredit to'lashga va'da bermang. Agar biznes yangi bo'lsa, ota-onangizning yagona uyini garovga qo'yishdan oldin 10 marta o'ylang. Ota-onani faqat imzo kerak deb aldash nafaqat huquqiy, balki insoniy jihatdan ham og'ir xatodir. Agar allaqachon muammo boshlangan bo'lsa, oilada janjalni kuchaytirmang. Kim aybdorligini muhokama qilishdan oldin hujjatlarni yig'ing. Qarz miqdorini aniqlang, kreditor bilan gaplashing, sud muddatlarini o'tkazib yubormang. Vaqt bu masalada juda qimmat. Bir oy kechikish penya qo'shishi, sud qarori chiqishi, ijro xarajatlari ortishi mumkin. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, qarz uchun qariyani uyidan chiqarish masalasi oddiy qo'rqitish bilan emas, hujjat, sud qarori, garov shartnomasi va ijro tartibi bilan bog'liq. Agar uy garovda bo'lsa, xavf juda jiddiy. Agar siz kafil bo'lgan bo'lsangiz, javobgarlik bo'lishi mumkin. Agar qarz sizniki emas, siz kafil emassiz va uyingiz garovda bo'lmasa, sizni qo'rqitishlariga yo'l qo'ymang. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tekshirish, qarz miqdorini aniq bilish, sud va ijrodan qochmaslik, yozma ariza bilan murojaat qilish, noqonuniy bosim bo'lsa, dalil yig'ish va huquqiy yordam olish. Men sizlardan so'rayman, bu mavzuga befarq bo'lmang. Oilangizda kredit, kafillik yoki garov bo'lsa, bugunoq hujjatlarni ko'rib chiqing. Sizningcha farzand qarzi uchun ota-onaning uyi xavf ostida qolishi adolatlimi yoki bunday holatlarga yanada kuchli himoya kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni qarindoshlaringizga yuboring. Balki aynan shu ma'lumot kimningdir uyini, pensiyasini, xotirjamligini saqlab qoladi.